Hello do'stlar, sizlar bilan men Ultra Nomad 1. Bugun nima qilamiz desangiz, Implantation Clinetni yuklashni o'rganamiz. Buning uchun bizga nima kerak bo'ladi desangiz, Google ga kiramiz. Google ga Implantation Clinet deb yozamiz. Birinchi kelgan saytda ustiga bosamiz. Mana kirdi va pastroqqa tushamiz. Bu Windows uchun, bu bizlar uchun, telefondagilar uchun. Va download ustidan Implantation Windows ustiga bitta bosamiz. Va sanaq boshlanadi. Bo'ldi. Bu nima qiladi desangiz, nima deydi, Optifine uchun 16.5 Optifine uchun bu, faqat Optifine uchun. O'chirib turamiz va yuklab olib bo'lgandan keyin effekt jarni ustiga bitta bosamiz. Va Implantation Clinet ustiga bitta bosamiz va kutamiz. Kutamiz. On 16.5 mana Optifine o'rnatasizmi deyapti. Ha. Va mana o'tda insonni Optifine o'rnataman men. Sizlar navda turadi, yes ga o'tirasizlar va installni ustida bitta bosasizlar. Kutasizlar. Va mana shuni yozib chiqadi, okni bosib 4K. Mana shuni bosasizlar. Mana shuni ustiga bitta bosasizlar. 4K klasi va okni ustiga bitta bosasizlar va mana buni ustiga bitta bosasizlar. Hozir mana buni ustiga bitta bosasizlar. Mana shuni bosganingizdan so'ng oyna ochiladi. Create F Install Case ustiga bosasizlar. Create New Install ustiga bosasizlar va mana buni ustiga bitta bosasizlar. Mana buni ustiga bitta bosasizlar. Va endi mana buni ustiga bitta bosasizlar. Va mana 16.5 Implantation Clinet Optifine uchun bosasizlar. Va savenusga bosib olasizlar va mazza qilib o'yinga kiraverasizlar. Sizlar bilan men Ultra Nomad 1 bo'ldim. Keyingi videolarga ko'rishguncha